Xonadonimizga kirib kelishinglar bilan sizlarni shinnamgina unitas kutib oladi. Buni kirib shunaqa niyabishli bo'lsa kerak, chotki bo'lsa kerak. Qaydan topdingiz bu qurtga o'xshagan maklerni? Yoqmayapti menga sassi. Instagramda nima istaydi? Ko'ku. Bu meni saralangan uylardan bitta. Shunaqangi eng ha. Uyimizda ideal. Faqat bitta minusi bor. Bitta minus deydimi? Minuslarga tiqilyapti-ku. Men bitta plus ko'rganim yo'q. Nima ekan o'sha minusing? Uyda tarakan bor. Qani tarakan? Qanaqa reklamadagi ikkitajli uylaring, basenlaring bor edi. Qani o'sha? Uyimizda yevro remont qilingan. Soatini 500 mingdan qo'yamiz. Xohlasangiz tonga jinnimisan? Biz oilamiz 1 soatga emas, bir umrga uy qidiryapmiz. Yo'q. Unda boshqa joyga boramiz. Tak, mo'y, abadon. Bu uyimizni sirrochniga sotamiz, arzonga. Voy, ana. Nima ana? Men peshona terim bilan tarvuz sotib pul yig'ganman. Kelib kelmashqa chiqirgan uy olamizmi? Надоел уже, ходишь сюда. Сколько можно? Иди отсюда. Qaltiraga kel. Bo'ldi, xo'p, odam 96 ga kiradimi? Вот так тебе. Ustidan qo'ylar ketamiz, ketdi. Mash kampirni kutish kerak edi. Lokatsiya hamma joyga yaqin. 15 kilometr bog'chaga, 30 kilometr bozorga. 15 kilometr, 30 kilometr yaqinmi shu? Qayerga kelgan sopa? Farg'onadan kelganman. Farg'onadan yaqin-da. Bizga buni nastroyka uylardan ko'rsa? Nastroyka emas, nastroyka degan xotin. Qani uy? Nastroyka uying qani? Tayyor kirib yashaysan degan uying qani? Qarang, opa. Nima hali to'liq o'qimasdan turib asabiylashasiz? Mana bu 6-etaj sizlarning uyinglar bo'ladi. Konditsioner turibdi mana balkoni bilan. Voy, ana konditsioner bor ekan. Olaylik. Qanaqa super tentakmisiz? Nima bor? Men sizga aytdim, mana shu egasi ilovasiga kiraylik dedim-a. Nima edi u? Nima edi u dedi. Mana xohlasangiz uy sotasiz, xohlasangiz olasiz, mashina sotasiz, betovoy texnika ham olsangiz bo'ladi. Uyga joylashtirasiz. Eng muhimi hammasi tekin. Davno uy olib, kirib yashab, hozir bitta cho'milgan bo'lardik. Videosini ham joylasa bo'ladimi uylarga? Egasi dedi. Mo'min sizmisiz? Ha? Sizlaringizda tushgan, men bilan yurishingiz to'g'ri keladi. To'xtang, aka, bashi deyalarni yopinglar, men sizga bitta uy qilib beraman. Qanaqa uy? 6-etajdan, u mana konditsioneri bor. Voy, ana, olish kerak edi shu uyni, sotib yubordi ana. Voy, tupoy. Surpriz. Voy, biza gami. Bitta chiroyli. Voy. O'zbek bu yoqda nima? Bu yoqda mehmonxona bor. Voy, mehmonxonasi chiroyliligini. Men bu yoqda ko'p mehmon kutaman. Bu yoqda nima bor? Bu yoqda oshxonasi bor. Oshxonasi yo'qmi chiroyli ekan. Men sizga bu yoqda xolaga ovqatingiz qilaman. Xolaga ovqat qilaman. Shunaqa yo'q bu. Voy. Rosa qimmatga tushgandir-a? Nech pulga oldingiz? 2 soatga. Ты горишь, как огонь.